Birinchi savol ishlaymiz. Bu mol degani, demak geliy bilan nima bor, neon bor ekan, e'tibor beringlar. Mollari berilgan. Mana bu bir mol, bittasiniki, ikkinchisiniki 4 mol ekan. O'rtachani topishimiz kerak. O'rtachani topishimiz uchun e'tibor beringlar. Pastiga mollar yoziladi. 1 plus 4, ya'ni mollarni yozaman. Tepaga o'sha molini massasiga ko'paytirib yozaman. 1 ko'paytirib 4, ya'ni massasi geliyniki, buniki 20, ya'ni 4 ko'paytirilgan 20. Shuni hisoblasak bo'ldi. Tepani hisoblasam 4 ko'paygan 20 qo'shilgan 4 olsam, demak 84. Pastimiz 5 bo'lar ekan. 84 ni 5 ga bo'lib yuboramiz, bo'ldi. 84 bo'lingan 5. 1608 o'rtachasi. Birinchisini hisoblaymiz. O'rtacha massasi 8 ekan. Vodorod va kislorodlarni har bir mol ulushlarini so'rayapti. Oddiy buni diagonal usulda ishlasak ham bo'ladi. Ya'ni bittasi vodorod bo'lsa, e'tibor beringlar, bittasi kislorod bo'ladi. Aralashma massasini o'zi olasiz. 2 ga 32 bo'ladi. O'rtachasini o'rtaga qo'yasizlar. Ya'ni 8 bo'ladi. Ayirib yuborasizlar. 8 dan 2 ni ayirsak 6, 32 dan 8 ni ayirib yuborasizlar. 24 bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuborasizlar, aralashma-ku, endi vodorod va kislorod uchun ikkalasini qo'shib yuborsanglar, bu 30 bo'ladi va mol ulushini so'rayapti. Foizda, shuni 100% bo'ladigan bo'lsa, buni hisoblaysizlar. 24 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 30 desa 80%. 80% chiqadi. Buni hisoblasanglar 20% chiqadi. Demak 80% bu bo'lgan, 20% bu bo'lgan. Demak diagonal usul yoki qaychi usulda ishlayverasizlar. Birov-birda ishlaymiz. E'tibor beringlar. Neon bor, 3 mol. Keyingisi argon bor, bu esa 2 mol. O'rtachani so'rayapti, o'rtacha massani. Demak, pastiga mollarini yozib olasizlar yig'indisini, ya'ni 3 molga 2 mol. Tepaga massasini topishimiz kerak, ya'ni 3 ni ko'paytiramiz 20 ga, ya'ni mana massasiga qo'shilgan 2 ni ko'paytiramiz, buni massasi 40. Shuni hisoblasak, pastimiz 5, tepasini hisoblaymiz. 30 ko'paytirilgan 20 ko'paytirilgan 3 va keyingisi 2 ko'paytirilgan 40. 80 bo'lar ekan, 140 bo'ldi. 140 ni 5 ga bo'lib yuboramiz. O'rtachasi chiqadi 28 ekan. Javob A bo'ladi. Birinchi savol ishlaymiz. Is gazini normal sharoitdagi zichligini so'rayapti. Is gazining formulasini yozib yubordim. Bu 28 bo'ladi. Zichligi normal sharoitdagi zichligi bu 22,4 ga bo'lib yuboramiz. 22,4 litrga. 28 ni bo'lamiz 22,4 litrga. Shunda 1,25 chiqadi. Javobimiz B bo'ladi. Birov-birda ishlaymiz. Bizda 1,6 litr karbonat angidrid bor. Unga qancha x litr vodorod sulfid qo'shsak, o'rtachamiz 36 chiqadi. O'rtacha massa, demak litrlar 1,6 ko'paytirilgan 44 plus, ya'ni x litr ko'paytirilgan 34 va pastga litrlar yoziladi. 1,6 plus x yoziladi va o'rtacha 36. Taqsim 1 bo'lgani uchun bu yoqqa ko'paytiradi, bu yoqqa ko'paytiriladi. Bu yoqqa yozsak 36 ni ko'paytirsam 1,6 demak 6 ga 57,6 plus 36x bo'ladi. Keyingisini hisoblaymiz. 1,6 ni ko'paytiramiz 44 ga 70,4. 70,4 plus, endi mana buni ko'paytirsak 34x bo'ladi. X larni ayirib yuborsam 2x qoladi. Katta tarafga yozib qo'yasizlar. Buni ham ayirib katta tomonga yozib qo'yasizlar. 70,4 ayrilgan 57,6. 12,8 bo'lamiz. 2 ga 6,4. 6,4 chiqdi. Demak 6,4 litr bo'lar ekan. Javob D bo'ladi. Birinchi savol ishlaymiz.
Qaranglar, hajm bilan bosim bir-biriga teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni V1 taqsim V2 barobar P1 taqsim P2 bo'lmaydi-da, teskarisi bo'ladi. Chunki teskari proporsional bo'ladi. P2 taqsim P1. Qolganiga konsentratsiyaga to'g'ri, temperaturaga to'g'ri bo'lsa, lekin bosimga teskari proporsional bo'ladi. Shunga binoan bizda e'tibor beringlar, V1imiz 6 litr, V2imiz 4 litr berilgan, P1imiz 100 kilopascal. Bu noma'lum shuni so'radi. Men shuni ishlab o'raman. 6 taqsim 4 mana bu teng barobar x taqsim 100 bo'lyapti. 6 ni ko'paytiramiz. 100 ga bo'lamiz 4 ga. 150 bo'lyapti. 150 kilopascal. Javob A bo'ladi. Birinchi savol ishlaymiz. Temperatura bilan hajm, demak to'g'ri proporsional. Temperatura berilgan T1, ya'ni 27 gradus. Buni qo'shamiz 273 ga, shunda kelvinga o'tadi. Har doim shunday qilamiz. 273 qo'shilgan 27 300. 300 kelvin. Bizda kelvinga o'tkazishimiz kerak. Hajm V1 o'shandagi 27 gradusdagi hajm berilgani uchun V1 ya'ni T1 V1 deb olamiz. Ya'ni 150 millilitr. Keyingisi temperatura so'rayapti, ya'ni T2 noma'lum bizda, shuning uchun buni x deb olamiz va 2 bizda berilgan, e'tibor beringlar, 200 millilitr. Formulasi qanday bo'ladi buni? To'g'ri proporsional bo'lgancha T1 taqsim T2 barobar V1 taqsim V2 teskari emas, to'g'ri bo'ladi. Bizda temperatura T1 300, V1imiz 150, T2 yo'q, x deb olamiz, V2 esa 200, o'rniga shunday qo'yamiz va proporsiya qo'ramiz. 200 ni ko'paytiramiz 300 ga, bo'lib yuboramiz 150. 400 chiqdi, demak temperatura 400 kelvin. Bizda endi Celsiy so'ragani uchun 273 da ayirib yuboramiz. Shunda Celsiy kelib chiqadi. 127, demak 127 gradus Celsiy. Mana bu 127 bo'lgan, bunga 273 qo'shilgan, natijada 400 chiqqan kelvin. Demak 127 gradus Celsiy. Javob B bo'ladi.